o'zi manimcha qisqagina lip keladi, lip ketadi. Mo'raladimi, bo'ldi, tamom. Butun fan, matematika, astronomiya, arxeologiya hammasi bir chekkaga surildi-yu, shunga chippa yopishdim qoldim. Sani arz chiqmaydi deganlar. Yuzimga qarab bir shapaloq urdilar. Menda filmga o'xshagan odamdan yaxshi chinakamga katta arzi chiqmas ekan. Mana shu yerda gapchi xuddi shu yerda qolsin. Agar nazokat bilsa, Uyimiz buzilib ketadi. Uyimizni buzmassiz. hali shunaqa odamsiz-a? Voy, men sizdan hech ham shunaqa gaplarni kutmagandim. Aktyor uchun rol hayot va mamot ekan. Men shu bilan yutqizganman albatta teatrda. Pand bergan. O'zimga o'zim pand berganman. Haqiqatan mendan yaxshi vrach chiqardi. Teatrdan ketdim-ku. Teatrda o'rnimni topolmadim-ku. Shukur Burxonov umuman salbiy rolni o'ynamagan ekanlar, xalq meni yomon ko'rib qoladi. Oilada ham masalan, xo'jayinimga kerakligicha haligi xizmat qila olmadimmikan? O'zini o'zi koyish, o'zini o'zi qiynash xususiyati ko'p. 5 ta o'g'lidan ayrilgan onani yuragimdan his qilganman. O'zim istagan o'ynamoqchi bo'lgan rollarni qanchasi qolib ketgan yuragimda, mana bu tunda dard, og'riq bo'lib qolib ketgan. Qaysi sahna sizni juda ta'sirlantirdi? Men endi u yerda shunaqa yig'laganmanki, o'zim tutolmasdan o'g'illarimni ismini aytib, bilmayman qancha vaqt o'tdi. Jahongir turibdi tepamda. Dilorampir, bo'ldi. Baxt, tinchlik. Hatto bitta o'g'li yarador bo'lib kelib, yana qaytadan urushga o'zi ketadi. Assalomu alaykum dilga yaqinlarim. Omonmisiz? Yana sizlar bilan Dil tori loyihasi orqali diydorlashib turganimizdan behad shodmiz. Bugungi suhbatdoshimiz samimiy, mahoratli aktrisa, O'zbekiston xalq artisti Dilorom Karimova. Assalomu alaykum yana bir bor. Xush kelibsiz. Rahmat. Dilorom opa, astronom bo'lishni orzu qilgan qizaloq nimagadir aktrisalik kasbidan ketdi. Astronomiya, osmon ilmi, falokiyot haqidagi fikrlar, falokiyot ilmi bilan san'atni orasida juda katta farq yo'q. Bu ikkalasi ham xayoliy dunyo. Shu osmonlarga qarab, yulduzlarga qarab, qancha uzoqda ekan, u yerda nima bor ekan, u yerda hayot bormikin, yo'qmikin deb osmonlarga qarab xayol surish bilan san'atdagi rollar ustida, badiiyat ustida xayol surish juda ham bir-biriga o'xshash. Ya'ni xayol dunyosiga yaqin xayolga oshufta bo'lib tug'ilgan ekanman. Shuning uchun hech qiyinchiliksiz astronomiyadan san'atga lip etib o'tib ketib qolganman. O'qituvchilarimni nazari e'tiborda turgan a'lochi o'quvchi hisoblanardim va o'zim ham, ota-onam ham shu ilm sohasiga ketadi bu qizim deb o'ylashardi. Men ham shu juda arxeolog bo'lishni xohlardim va astronom bo'lishni xohlardim. Arxeologiyani ham qarang, bu ham san'atga juda bog'liq sohada. Qaysi ma'noda? Xayol ma'nosida. Qazilmalarni qarab, shu yerda qachondir odamlar yashagan, haligi ko'rib qolardimda gazetalarda yoki jurnallarda yoki bir kitob sahifalarida qazib chiqarilgan inshootlar, qazib chiqarilgan yodgorliklar. Shularga qarab xayolim ketardi, shu yerda qachondir odamlar yashagan, qandaydir bir makon bo'lgan, keyin qum tagida qolib ketgan necha asrlar degan xayol meni birdan qamirib olardi-da, xayollarim har tomon ketardi. Shuning uchun shu ikki sohani bir egallayman, shu sohada bittasida bo'laman deb niyat qilardim, lekin nima bo'ldi-yu, matematika maktabida o'qib yurganimda shunday yo'limizda bir darvozani oldiga e'lon bosildi. Havaskorlar to'garagiga qabul bo'ladi. Qani nima ekan dedim-da, shunga bir mo'raladim. Mo'raladimu, bo'ldi, tamom. Sehrlandim. Fan, matematika, astronomiya, arxeologiya hammasi bir chekkaga surildi-yu, shunga chippa yopishdim qoldim. Uni taqdiri o'zgarishi, taqdiri sababchilaridan biri o'sha to'garakni rahbari Ahmad Yunusov edilar. Yunus Rajabiyning katta o'g'illari edi Ahmad Yunusov. Keyinchalik ularning ukalari Obid Yunusov bilan Parvonada rol ijro qilganman. Bo'ldi. Hadi paysa vermang. Voy o'lib qo'yay.
mana shu yerda gapchi xuddi shu yerda qolsin. Agar nazokat bilsa, Uyimiz buzilib ketadi. Uyimizni buzmassiz. hali shunaqa odamsiz. Voy, men sizdan hech ham shunaqa gaplarni kutmagandim. Voy, shuni ko'rsin. Ha, akachi, shu xatni tashlab ketish esingizdan chiqmasa qoldi. Xat? Voy. Xating boshingdan ordan orqasidan. Olay xating. Mana shuni og'irligi bormi shu yo'lni ustida ko'r. Hop, hop, Xating kursin kuyovuning. Uhashur. Ahmad Yunusov shu darajada teatr yaxshi ko'radigan odam edilarki, ular shu krujok doirasida juda mashhur spektakllarni havaskorlar bilan qo'yib, televideniyada ham tomoshabinlarga namoyish qilishgan. Shu orqali men maktabda o'qib yurgan paytimda O'g'il, Surmaxon degan spektakllarda birdan mashhur bo'lib ketdi. Hali teatralniy institutda o'qimasimdan turib shu to'garak doirasida men o'zimni tomoshabinlarimga ega bo'lib qoldim. Hatto shunday voqealar bo'lganki, haligi meni oldimga kelib Surmaxonni o'ynaganimda shu qiz bir ko'ringlar qanaqa qiz ekan deb kelib tomosha qilib ketisharkan-da, ko'rib ketisharkan. Odamlar sodda bo'lgan u paytda. Lekin meni ko'rib, voy, endi juda sodda yurardim. Sochim bitta, pardoz andozsiz. Maktabda o'qiyman, uni ustiga 11-sinfdaman. Shunday qilib, xohlamay shu san'atga bog'lanib qoldim. Lekin mana shu ustozim, birinchi ustozim Ahmad akamlar san'at sohasiga ketishimga nihoyatda qarshilik qilganlar. San deganlar artist bo'lmagin deganlar. Sanda artist chiqmaydi deganlar. San vrach bo'lishing kerak deganlar. San tashmiga kirgin, doktor bo'lgin deganlar. Lekin endi shu darajada men sehrlanib bo'lgandimki, faqat ota-onamning roziligi bilan men teatralniga kirdim, teatralniy institutga borib imtihon topshirdim va albatta o'tdim. Tasodifan Ahmad akamlar shu bitta bir repetitsiya vaqtida ko'rib qoldilar, teatralniga kirganimni bir varog'ini ko'rib qoldilar-da, yuzimga qarab bir shapaloq urdilar. Aytganingni qilsana dedilar, ahmoqsan dedilar-da. Lekin men xafa bo'lmadim. Meni yaxshi ko'rganlar uchun, meni kelajagimni o'ylaganlar uchun shunaqa qildilar dedim, xafa bo'lganim yo'q. Lekin teatralniy institutda o'qiyotganimda endi to'garaklarga, o'sha teatr nimaga Ahmad akamlarni mashg'ulotlarga bormay qo'ydim. Va teatrda ishlab yurgan paytlarimda, teatrdagi hayotimda bularni nechalik haq ekanlarini bildim. Haqiqatan meni filmga o'xshagan odamdan yaxshi chinakamiga katta artist chiqmas ekan. Aktyor shunaqa bir vujud ekanki, shunday bir dunyoga mansub ekanki, u rol uchun hamma narsadan voz kechar ekan. O'sha rol uchun o'zini partnyorlari bilan ham kurashar ekan, janjallashar ekan, rejissyorga iltimos qilar ekan, yalinar ekan. Shu rol uni hayoti ekan. Shu rol uchun o'zini nima deydi, g'ururini ham haligi toptashga majbur bo'lar ekan. Aktyor uchun rol hayot va mamot ekan. Teatrda meni yashagan davrimda menda birinchi o'rinda boshqa insoniy munosabatlar birinchi o'rinda edi. Masalan, men hech qachon rol talashmasdim. Men o'zimni partnyorimga siz birinchi o'ynayvering derdim. Birinchi o'ynagan odam haligi hukumatni nazariga tushadi. Chunki premyeraga birinchi bo'lib protokolda keladi. O'sha shu teatrni tanqidchilar shular keladi. Keyingi spektakllarga, ikkinchi, uchinchi spektakllarga ular nazariga tushmaysan. Tushib qolishing ham mumkin, lekin asosiy birinchi bo'lib, birinchi sostav, birinchi spektaklda o'ynagan aktyor kiradi. Shuning uchun bu masalada menga haligi o'zimni birga o'ynayotgan partnyorimni haligi kamsitib yo xafa qilib, yo men o'ynayman, men o'ynashim kerak, bu emas degan narsa bo'lmasdi. Hatto shunday voqea ham bo'lganki, bir spektaklda rejissyor, men endi kelganman, endi haligi birinchi premyeralari, mana dublyurim deyiladi, ular taniqli, anchadan beri ishlayotgan aktrisa. Rejissyor meni qo'ydi-da shu premyeraga.
Endi shunaqa siqildim man, chunki u aktrisa shunaqa xafa bo'ldi. Endi men shunaqa siqildim, nima qilishimni bilmayman desa, u aktrisa aytadiki, "Man qanaqa qilib o'zim nima qilaman, buyruq unaqa bo'lsa" dedi. Xullas, men uchun bu narsa juda ikkinchi, uchinchi darajali narsa bo'lardi. Rol uchun hech qachon o'zimni yaqinlarim, do'stlarim, dugonalarim uchun man kurashmaganman. Man birinchi bo'lishim kerak, man shuni o'ynashim kerak degan narsa manda bo'lmagan. Man shu bilan yutqizganman albatta teatrda. Pand bergan. O'zimga o'zim pand berganman. Ya'ni man haligi kurashmaganman. Man nima deydi, o'zimga jalb qilishni jon-jahdim bilan nima qilmaganman. Keyin o'sha rol masalasida ham man shu rolni man o'ynashim kerak bo'lardi. Mani rollarim bo'lardi. Shu o'ynashim kerak bo'lgan mani rollarim, uni rejissyor ham bilardi. Rejissyor ham o'zi shu rolni sen o'ynaysan deb menga aytishgan edi. Lekin shunday bo'lardiki, teatrning ichki oqimi bu nimaga bu rolni o'ynashga manda katta aktrisalar bor, bular o'ynashi kerak deb rejissyorni bo'ynidan olgan vaqtlar ham bo'lgan. Men bo'lsam shu holatlarimni o'sha rejissyori menga bergan ishonchini haligi o'zim tomondan ham haligi nima qilmaganman, qo'llab-quvvatlamaganman. Himoya qilmaganman. Man kutardim. Mani o'zimni qo'ysin, man o'zim repetitsiya qilib chiqay. O'zim ishlab, o'zim chiqaman deb, o'zim sahnaga otilib, men deyishga menda andisha va jur'at yetmagan. Shuning uchun o'sha teatrdagi ko'p muvaffaqiyatsizliklarim, teatrda o'zim istagan o'ringa, o'zim istagan hayotga erisholmaganimni asosiy sababini o'zimdan deb bilaman. Shuning uchun Ahmad akamni menga to'g'ri gapirgan ekanlar. Haqiqatdan mendan yaxshi vrach chiqardi. Teatrdan ketib, menga qaragan ko'z qarashlari esimda, chunki teatrdan ketdim-ku. Teatrdan o'rnimni topolmadim-ku. Lekin ochuvchi hech narsa gap bo'lmagan. Lekin televideniyada o'zim haligi teatrda shuki, sani taqdiring hammasi kimlargadir bog'liq. Direksiyaga, xudsovetga, rejissyorga, atrofingdagi aktyorlarga bog'liq. Televideniyaga o'tganda meni ijodiy erkinligim ma'lum bir 50% mani qo'limga o'tdi. Xohlagan ko'rsatuvimni qilaman. Xohlagancha montaj qilaman. Xohlagan kadrlarimni, xohlagan tasvirlarimni qo'yaman. Menim bor u yerda. Men o'zimni u yerda ko'rsataman. Va quyoshi botmaydigan yurt degan bir asar yaratildiki, bu faqat televideniyada emas, umuman respublikada juda katta ovoza bo'ldi. Chunki men u yerda haligi bo'lsa rejissyorada o'qimaganman, rejissyorni kasbida emasman. Lekin o'sha tasavvurlarim, o'sha teatrdagi ko'rgan hayotim, o'qiganlarim, ko'rgan filmlarim, man biror bitta maktabga ega bo'lgan ekanman-da. Va men qo'ygan o'sha kadrlarim, men qo'yilgan sahnalar, bular o'sha nima deydi, Hamidulla Akbarov degan katta bir kinoshunosni e'tiboriga tushdi deydi. Shular buni video film emas, bu birinchi marta o'zbek televideniya tarixida televizion badiiy film janri yaratildi. Hamidulla Akbarov aytganlar va mana shu filmni dastlab 2 seriyasi chiqqanida oldimga yugurib kelgan shunday katta bir olim televideniyaga kelib, bir hali notanish, bir endigina haligi shu yerda ishlayotgan rejissyori oldiga kelib, mani tabriklab, shundan oramizda juda iliq munosabatlar paydo bo'ldida, keyin bir kun aytdilarki, shu filmni davomini qiling dedilar. Quyosh botmaydida. Oldin haligi Malikani qahramonni o'lgan xabari bilan tugardi. Haligi bolacha yig'lab tugardi. Mana opam Malika opam o'lib qoldi, Malika opam o'ldi degan 2 seriyasi shu bilan tugardi. Bu yog'ini qiling dedim. Ayting, o'ldirib bo'ldimi? Malika o'ldi-yu desam, Hamidulla aka aytdilarki, uni o'lganini hech kim ko'rmadi-yu dedilar. Shundan keyin darrov miyamga keldi. Haqiqatan dedim. U o'lgan degan ovozi ketdi dedim. Juda og'ir ahvolda. Lekin uni tovutini hech kim ko'rmadi-yu. Uni
tiriltirish mumkin dedimu, bu yog'iga 5 seriya paydo bo'ldi. O'sha haligi Normurat Norqobilov birga ishlaydigan redaktorimiz hikoyalaridan olib, yetmagan joyiga o'zim sahnalar qo'shib, yozib, bu yoqda juda xalqqa yoqqan 7 qismli Quyoshi botmaydi yurt degan asari paydo bo'ldi. Bundan tashqari tomoshabin o'sha Parvona spektaklidagi ajoyib rolingizni ham betakrorligi, o'ziga xos va ta'sirli qilib ijro etilganligini e'tirof etishadi. Bahodir Yo'ldoshev bu spektaklni tiklaganda menga prokurori bergan. Mani jiddiy holda ko'rardi-da, uni bunaqa rollarda uncha ko'rmagan jiddiy rol aktrisa sifatida ko'rgan bo'lsam kerak-da. Ikrom Pamlani almashmaganlar-da, keyingi tiklanishda siz o'ynaysiz deganlar. Ikrom Pamla aytdilarki, "Men endi qarib qoldim, yengilayapsiz sostavni. Yoshlar o'ynasin endi, Bahodirjon, meni qo'ying. Men endi juda ko'p o'ynadim bunisi." Yo'q. Bu rol uchun yana bitta Ikrom Boltoyeva tug'ilishi kerak. Sizdan boshqa hech kim o'ynamaydi buni deganlar. Shunday Diloram o'ynaydi deganlar Ikrom Pamshatda. Diloram o'ynaydi shu rolda deganlar. Bahodir indamasdan o'ylab qolganlar. Men qaytanga qarshi chiqaman. Ikrompa, men sharmanda bo'laman bu rolni o'ynab. Sizdanki bu rolni o'ynolmayman men. Siz qanaqa o'ynagansiz? Men o'ynolmayman bu rolni. Sizdanki meni sharmanda bo'laman desam, "Sen o'ynaysan, meni ko'rasan, o'ynaysan" deganlar-da. Shundan keyin shu rol tayinlash paytida umuman Ikrom Pamlaning bitta narsalarini ham qaytarmaganman. O'zimdan kelib chiqqanman. Ikrom Pamla shaddod, quvnoq, boyvoy, do'mboq ayol o'ynaganlar. Men haligi kelin edi, o'zimni filmdan kelib chiqaman. Ishonuvchanligim bor, bir xil narsalar dovdirligim bor, bir xil narsalarga darrov ishonib, haligi nima qilib qoladigan. Shuning uchun shunaqa tomonni olib, shu ishonuvchan, dovdirroq, soddaroq, quvnoqroq, shunaqa obraz nima qilganda, agarda tomoshabinlar ahamiyat bersa, bitta sahna bor. Haligi qo'lidan ushlab xonaga tortadigan sahna bor-ku. Obid akamlar haligi yuring, bu yoqqa yuring, bu yoqqa yuring deb shunda qo'li bilan ushlab ichkariga tortayotganlarida qo'li ushlashi bilan "Voy-da!" deb qichqirardilar. Ushlashi bilan. Men bo'lsam, Bilagingiz buncha yumshoq. Voy, qo'yib yuboring. Voy, uyalmaysizmi? Qo'yib yuboring. Shuncha vaqtdan beri uyalib tortinib o'zimga javob qilyapman. Jonim, ichkari kiring. Nega? Ichkari kiring, gap bor. Nega? Gap bor. Voy, tavba. Hay, esi joyidami o'zi? tushunmasa, "Ha? Nimaga? Nima? Qilib anchagacha boraman-da. Qorong'i uy ko'rganimdan keyin birdan tushunib qolib dodlashga tushaman." Shunaqa nimalar Ikrom Pamlarni qaytarmasdan bo'lganim uchun tomoshabin birinchi premyera, birinchi sahna, birinchi o'ynagan kunimdan meni juda boshqacha kutib oldi. Obid akamlar, buyuk aktyorlarchi, haligi nima deydi, fe'li ham buyuk bo'ladi, ajoyib bo'ladi. Shu spektaklda har bitta qilig'imga tomoshabin kulardi. Ko'zimni mana qilganimga ham, reagash qilganimga, mana o'tirganimga ham, haligi nimada zapisda bu narsalar ko'rinmagan. Faqat gapirayotganimda ko'ringan. U yerda jim turganimga ham har xil atrofimdagi gapirayotgan odamlarning ham gaplariga munosabat bildirib turardim-da. Bundoq qilib, ko'zimni bundoq qilib, o'zimni bundoq qilib, hammasiga tomoshabin kulardi-da. Shu aktyorlar uchun ham, shaxsan men uchun ham bayram bo'lardi. Hatto Obid akamdek aktyor bu, Obid akamning spektakli. Obid akam uchun keladi bu spektakl. Hatto bir kuni hazillashib aytdilarki, "Diloram, bu spektakl endi sizniki bo'lib qolibdimi?" dedilar. Qarang, bunaqa aktyorlar bilasizmi, bo'lmasa bularni g'ayri kelishi kerak, bular qaytanga teskari gap gapirishi kerak. Shundoq bir ajoyib
ajoyib inson, ajoyib aktyorlar edi bular. Serqirra deb bejizga aytmadik. Salbiy obrazda ham sizni ko'ramiz. Ijobiy rollarda ham, komik rollarda ham. O'zi qaysi obrazda o'zingizni maza qilib ijod qilasiz? Salbiy obrazlarni yaxshi ko'raman. Komik rollar ham yoqadi, judayam, lekin salbiy obraz menga yoqadi. Ko'p aktyorlar salbiy rolni o'ynashni xohlamaydi. O'sha tomoshabinlar oldida shu odamga nisbatan munosabat o'zgarib qolishi uchun. Masalan, Shukur Burhonov umuman salbiy rolni o'ynamagan ekanlar, xalq meni yomon ko'rib qoladi. Mana shu opa-singillarda ko'rdingiz-ku. Qaynonani mani urmoqchi bo'lishgan ekan. Mani juda yomon ko'rib qolishib, hatto ko'chalarda bozorlarga tushganimda bekor shu rolni o'ynadingiz-da. Sizni yaxshi ko'rardik. Kenay rolingizni Parvona degan. Xalq muhabbatiga ega edingiz. Bekor qildingiz shuni deyish. Shuni yomon qildingiz shu rolni o'ynab. Sizni yomon ko'rib qoldik degan gaplarni Demak, yaxshi mahorat bilan ijro etganingiz uchun ham ta'sirli, ishonchli, ishonarli chiqqani uchun ham sizni xalq yomon ko'rib qolgan. Ishonarliki, o'zim ham yaxshi ko'raman shu rolni. Nima uchun? Ijobiy rolni bitta kamchiligi bor. Endi unda tuyg'ular to'foni bor. O'ziga yarasha juda murakkab nima-ku, lekin unda rang bir xilroqda, ijobiyda, u salbiyda ham ijobiy tomonini ko'rsatasiz. Ham bekik ichki haligi tuyg'ularini, haligi ichida bekinib yotgan tuyg'ularni shularni hammasini ko'rsatib berish kerak-da. Xilma-xilda buni, xilma-xil tomonlari. Shuning uchun uni aktyor maza qilib o'ynaydi. Ana shu salbiy rollarni. Har xil kraskalar topishga harakat qiladi. Har xil tomonlarni, bir yaxshi tomonini, bir haligi kibr tomonlar, bir ochiq yomon tomonlarni. Shuning uchun nazarimda aktyor uchun salbiy rollarni o'ynash ancha maroqli. Men uchun ham. Oyi, yoqmagan bo'lsa, boshqa ovqat qilib beraymi? Yo, baraka toping. U ovqatingiz ham xuddi shunaqa bemaza bo'ladi. Nima qilasiz? Ortiqcha masalliqni isrof qilib. Olingiz o'zi sizni nimaga o'rgatgan ekan? Bildim. Sizni faqat gapga o'rgatgan. Gapga. Shu kelin degani qo'li ham, tili ham shirin bo'lsa-da. Vaqt odil hakam deymiz. Mana shu sizning hayotingizda vaqt sizdan nimalarni olib ketdi-yu, evaziga nimalarni in'om etdi? Vaqt nima? Hammamizdan umrni olib ketadi, hayotni olib ketadi. Umr bilan birga o'sha yoshlik paytingda orzu qilgan va erishmagan orzularingni olib ketadi. Lekin u nimani beradi? Rozilik yo afsusni beradi. Bir xil qilgan ishlaringdan afsus, o'zingni ayblash, o'zingdan norozilik. Nega shu bo'lgan? Nega shu ishni qilganman? Nega shu gapni gapirganman? Nega shuni xafa qilganman? Nega shundan xabar olmaganman? Nega shunga o'z payti e'tibor bermaganman? Nega shuni qilmaganman deb afsuslar qoladi. Va orada shu ishni yaxshi qilganman, shu yaxshi bo'lgan ekan degan o'zingdan rizolik ham bo'ladi-yu, lekin nazarimda shaxsan menda haligi o'zimdan rizolikdan ko'ra haligi o'zimdan norizolik ko'proq. O'zimga tanqidiy qarashim juda kuchli. O'zimdan noroziligim kuchli. Lekin qiziq, baribir taqdir degan narsa bor ekanmi? Mana hech bir mansab uchun, obro' uchun, boylik uchun, rollar uchun, unvonlar uchun umuman kurashmaganman, harakat qilmaganman. Faqatgina shu o'zim sevgan ishga, teatrga, san'atga sidqidil xizmat qilib, yuragimdagi dardni bu yoqqa chiqarishga harakat qilganman. Va buni qarangki, odamlarni esda qolgan rollarga ham ega bo'ldim, unvonga ham ega bo'ldim, e'tiroflarga ham ega bo'ldim. Taqdir shunga ega bo'ldim. Kichkina qizaloq Dilorom Karimova bilan uchrashib qolsangiz, unga qaysi xatolarni qilmaslikni maslahat bergan bo'lardingiz? Masalan, mani hayotimda juda katta xizmat qilgan,
Hatto o'sha ota-onamga keraklicha e'tibor bermadim. Bitta ukam bor edi, kasal edi. Shundan keraklicha o'zimni olib qochdim. Chunki uni kasalini ko'rish menga juda og'ir edi. Juda azob edi. Nimaga olib qochdim? Nimaga ko'proq azob bo'lsa ham nimaga shuni yonida turmadim? Nimaga uni o'sha gaplarini menga azob bo'lsa ham ko'proq eshitmadim deb qiynayman o'zimni. Televideniyega kelganimda menga yordam bergan Haybat Aliyev degan rejissyorlar bor edi. Mahkam Muhammedov. Shulardan xabar olmadim, yolg'izlatib qo'ydim. Betob bo'lganda o'zim bilan o'zimni ovora bo'lib, shularni unutdim. Mana shu narsalar qiynaydi meni ko'proq. Mana shu narsa oilada ham masalan xo'jayinimga keraklicha haligi xizmat qilolmadimmikin? Shu ayniqsa betob bo'lib qolganlarida shunda sal haligi nima deydi, kerakli so'zimni aytolmadimmikin? Xullas, menda o'zini o'zi koyish, o'zini o'zi qiynash xususiyati ko'p. O'zimdan rizolik emas, men qoyil qildim shu yerda. Mana shunda men yaxshiman emas, o'zimni o'zim ayblash, o'zimni o'zim azoblash xususiyati kuchli. Bu Shundan haddan qiynalaman. bu haddan tashqari o'ziga talabchanlik ham Talabchanlikdan. talabchanlik ham qaysidir ma'noda sog'lik uchun salbiy ta'siri bor-ku. O'zbek kinematografiyasini qanaqa kuch-qudratga ega ekanligini shu Ilhaq filmi orqali butun dunyo bildi. Hatto mana shu roldagi bosh qahramon Zulfiya Zokirova obrazi qaysidir ma'noda sizni ichki tug'yonlaringizni, sizni mahoratingizni keng jamoatchilikka, tomoshabinlarga ochib berdi. Endi bu ham aytyapman-ku, bu ham haligi taqdir ekanda, peshona ekanda, taqdir ekanda. Masalan, kastingga oxiri kuniga meni chaqirishdi. Shunday bir o'zim yoqtirgan, menga shu rolni o'ynashimda shu 50% hissasi bor bo'lgan rejissyor bilan uchrashtirdi. Jahongir Ahmedov. Va u yerdagi o'sha yaratilgan atmosfera deyiladimi, holat. Shu filmni yaratilishdagi operatorlar, aktyorlar, o'sha rejissyor. Mana bular ta'siri. Birovni dardini yaxshi his qilaman. Va shu urush mavzusi menimcha og'riqli mavzu edi. Shunaqa filmlarni ko'rganman, shunaqa voqealarni eshitganman, shu haqida ko'p asarlar yaratilganini ko'rganman. Shuning uchun masalan, ona oxirigacha masalan o'zimni buvimla ham amakimni, urushda qolgan amakimni oxirgilarigacha aza ochtirmaganlar-da. Chunki haligi noma'lum, haligi izsiz yo'qoldi degan kelganda, o'ldi degan emas. Izsiz yo'qoldi degan xabar kelganda, shuning uchun shunaqa onalar haqida eshitganman. Hatto buzilishi kerak bo'lgan uydan ham ko'chmasdan shu uyda o'tirgan. Men o'g'limni shu uydan kuzatganman. Shu yerdan kirib keladi. Agar men boshqa uyga ko'chsam, bu yoqqa kelib, onam yo'q ekan-u deb orqasiga qarab ketadi deb hech qayerga jilmasdan shu yerda kutib o'g'lini eshikka qarab shu yerda o'lgan onalarning tarixini eshitganman. Shuning uchun bu 5 ta o'g'lidan ayrilgan onani haligi yuragimdan his qilganman. Nimasini, fojiasini. Shuning uchun bu ham agarda nima deydi, shu birdan shu kastingga chaqirishmaganida edi. Birdan shu Jahongir e'tiboriga tushmaganimda edi. Yo'q edi, chunki o'zim istagan o'ynamoqchi bo'lgan rollarim qanchasi qolib ketgan yuragimda, mana butunda dard, og'riq bo'lib qolib ketgan. Shuni o'ynaganimda boshqacha qilardimman degan mana bu yerda og'riq bo'lib qolib ketgan. Lekin mana shu og'riqlarimni mana shu rolim chiqarib berdi. Shu yerda to'kildim men. O'sha haligi daryoni bo'yiga borib yig'laydi-ku. Ana ko'plar aytadi, erkaklar, yigitlar aytishadi. Ko'rganimizda umuman bolalarim oldida umuman yig'lamaganman. Lekin ona borib o'sha daryoni bo'yiga borib o'g'illarning ismini aytib yig'laganda uydan chiqib ketib chekkaga borib yig'lab olardim degan gaplarni eshitganman. Qarang, aktyori tomoshabin ko'zini ko'rayotganda, yaqin qiyofasini ko'rayotganda shundan ta'sirlanadi.
Bu yerda bo'lsa, men bilmaganman. Rejissor shunday sahna qo'ygan ekanki, uzoqdan o'sha oqayotgan daryoni jimir-jimirida, botayotgan quyoshning nurlari orasida onani kelib yig'lashi uzoqdan olingan ekan. Men endi u yerda shunaqa yig'laganmanki, o'zim tutolmasdan o'g'illarimni ismini aytib, bilmayman qancha vaqt o'tdi. Jahongir turibdi tepamda. Dilorampa, Dilorampa, bo'ldi. Men qarab, bo'ldimi, bo'ldinglar desam, bo'ldi. Nomiga qilsangiz bo'lardi shuni. Nima keragi bor edi endi Dilorampa, unaqa qilmang unaqa, deyapti Jahongir. Men aytaman, Jahongir, bu sahnani nomiga o'ynash mumkinmi deyman. Qanaqa nomiga o'ynash mumkin deyman. Keyin bu yoqdan grimyorimiz, haligi kostyumyorimiz stakan ko'tarib turibdi. Dilorampa, mana suvni ichib oling deb. Suvimni ichsam, operator uzoqdan olingan ekan bu sahna. Ko'rinmas ekan mana bu yerda dodlab, hali hamma yog'imdan yoshimdan ko'zlar qilib, yuzimdagi haligi nimalarim, nolalarim uzoqdan olingan ekan. Lekin eng qizig'i, mana shu narsa juda ko'plarga ta'sir qiladi shu sahna. Mani yaqindan ko'rishmasa ham, uzoqdan ko'rayotgan bo'lsa ham, o'sha narsa, san'atni sehrini qarang. O'sha holatim ekranga ko'chgan. Qaysi sahna sizni juda ta'sirlantirdi? Endi hamma sahna. Masalan, shunaqa sahna bor ediki, haligi agar esingizda bo'lsa, ikkita o'g'limga ikkita qora xat keladi. Muhammadjon o'g'lim olib keladi. Haligi bo'tlar tellab ketgan haligi o'g'lim olib keladi-da, kichkina kelinim bilan o'rtanchi kelinimga haligi 3 burchakli qora xat. O'shani operatorlar haligi kadrlarni qo'yib, tayinlanib nima qilib olinayotganda, shu 3 burchakli qora xatni o'sha o'g'limga berishdi olib kirish uchun. Shu 3 burchakni ko'rdim-u, o'sha yerda Odoy tomon bo'ldim. Qora xatni o'tirib olib, qo'l yuzimni bekitib olib, rosa yig'lab oldim. Qora xatda ikkita o'g'limdan baravar qora xat keldi. Keyin o'sha yerda haligi grimyorlarimiz doim yurardi. Hammamiz nima oldi, syomka degan syomkagacha obdan yig'lab olardik-da. Keyin ko'z yoshlarimizni artib, keyin syomka boshlanardi. Chunki yig'loqlik bo'lmaydi-da. Chiqib qolib yig'laversang kimga nima qiladi u narsa. O'sha joyi judayam nima qilgan, ta'sir qilgan. Ya'ni nevaralarim kelib hammasi yopishib oladi. Men o'sha yerda shundoq o'tiraman. Kadrga ko'p tushmaganman-u, lekin shu sahna menga juda qattiq ta'sir qilgan. Shu qora xat, haligi 3 burchakli qora xat kelishi o'g'illarimdan. O'sha sahna juda qattiq ta'sir qilgan. Xullas, har bitta sahna o'ziga yarasha zalvorli, o'ziga yarasha yuki bo'lardi. Juda ko'p sahnalar filmga kirmay qolgan. Chunki mana bu urush nimalari kirgandan keyin lavhalari olingan ba'zi bir onaga, bola-chalaga tegishli ba'zi bir sahnalar filmga kirmay qolgan. Baxt tushunchasi yillar o'tgan sari o'zgaradimi? O'zgaradi. Masalan, maktabda o'qib yurgan paytlarimizda o'qituvchilarimiz savol berardi, shu fikrlatish uchun bizga aytardi, baxt nima, shuni o'ylab kelinglar derdi. Shuni esimda bor, o'qigan kitoblarimdan, endi bu narsalardan baxt bu mehnat degan fikrda edik o'zicha endi. Mehnat qilsa, bu o'sha baxtga erishasan, hayotda eng asosiy baxt. Keyinchalik baxt degan narsa o'zgarib boraverdi-da. Haligi baxt muhabbatga aylandi, sevgiga aylandi, kechirimlikka aylandi, baxt tinchlikka aylandi. Shu baxt tushunchasi yoshing o'tgan sari o'zgaraveradi. Hozir baxt tinchlik. Tinchlik. Bekorga o'sha qariyalarimiz, momolarimiz, bobolarimiz duolarda tinchlik, xotirjamlik deb duo qilinmas ekan.
Xotirjamlik shu qadar katta baxt. Qachon inson xotirjam bo'ladi? Bolalari omon bo'lsa, sog' bo'lsa, tinchlik bo'lsa. Ana shunda insonni qalbi xotirjam bo'ladi. Bu judayam katta baxt. Mehr oqibat odamiylikning shakli o'zgardimi yoki mazmuni? Shakli o'sha qizim. Haligi kulib turib nima qilasiz, yaxshi muomala qilasiz, to'yiga borasiz, qo'lingizdan kelgancha haligi shirin gapingizni ayamaysiz, hangir-hungir qilasiz, tug'ilgan kunlarga borib haligi davralarda o'tirasiz. Hay, bu endi shakl o'sha, lekin mazmun o'zgargan. Mazmun juda o'zgargan. Mazmun hozir paytda nazarimda ko'proq mana bu yengil hayot, tinchlik, baribir tinchlik davrida yashayapmiz-da. Baribir qiyinchiliklarni ko'rgan odamlar boshqacha bo'ladi. Qadriga yetadi. Qadriga yetadi. Mana bu ayniqsa shahar nimasida qiyinchiliksiz erkinroq yashaganda xudbinroq bo'lib qoladi odamlar. Eng qizig'i bunaqa sharoitda erkinlik, haligi to'kinlik, baxtiyor davrada mana shuni shakli o'zgaradi. Odamlar qanaqadir xudbin bo'lib qoladi. Nimaga ekan deb o'ylasangiz, yana ham ko'proq boylikka ega bo'lishga harakat qiladimi? Boylikka ega bo'lish uchun eng qizig'i hozir birovni aldash, haligi yomonlik qilish, badhamlik qilish, orqasidan g'ivo qilish, yomon ko'rsatib qo'yish, shu bir narsaga ega bo'lish uchun har xil firiblarni yo'llarini topish. Mana shu narsalar bilan mazmun o'zgaryapti. Ko'rinishdan bilmaysiz. Qo'li ko'ksida sizni do'stingiz, lekin shu do'stingiz o'zi orqadan haligi pichoq qayrab turganini bilolmaysiz. Bu hammasi o'sha tashqi dabdabaga, boylikka bo'lgan o'chlik, sandan o'zaman degan narsa, mana bu telefon ulguram hamma yonida rasvo qilyapti. Hech aqlimga sig'maydi. Haligi o'tirib olib, haligi qaysi restoranda o'tirgani, qanaqa mashina olgani, yegan ichgani, erini bergan sovg'asi, qaysi ko'ylagi, shunga vaqt ketkazish, shunga umr ketkazish, umr o'zi manimcha qisqagina. Lip keladi, lip ketadi. Shunga vaqt ketkazib, umringni shunga sarf qilish, men tushunmayman, o'lay agar. Men tushunmayman. Mana shuning uchun mazmun o'zgargan. Siz yuqorida samimiy insonlar boshqacha bo'lardi ilgari deb ta'kidladingiz. Oxirgi marta shunaqa samimiy, beg'ubor, niqoblarsiz insonni uchratdingizmi? Eng qizig'i, men suhbatlashadigan mani odamlar, mani atrofimdagi odamlar o'sha odamlar. Men keng davralarni yoqtirmayman. Mani juda ko'p og'aynalarim yo'q, juda ko'p dugonalarim yo'q, juda ko'p nimalarda, faqat shunaqa ko'rsatuvlarga chiqsa boraman. Uni ham hammasiga emas, o'sha lozim topganim, to'g'ri kelgani, o'zimni baland tutganimdan emas, gapiradigan gapim bo'lsa agar boraman. Ortiqcha joylarga bormayman. Shuning uchun unaqa bir samimiy odamlar bilmayman, men bilan gaplashadigan mani davramdagi odamlar hammasi samimiy odamlar. Dilorom, ko'ngil orom topuvchi degani, sizning ko'nglingiz qaysi manzillarda orom topadi-yu, qayerda o'zingizni behalovat his qilasiz? Endi Dilorom so'zi judayam odamlar, onamlar bilib menga shu ism qo'yishgan. Shu ismimga juda mosman. Men birovlarga ortiqcha tashvish emas, ularni dardiga sherik bo'lishga tabiatan sho'm. Birovni dardini eshita olmayman. Bu juda og'ir birovni dardini eshitish, o'zingga yuk bo'ladi. Juda og'ir yuk bo'ladi. Lekin menga dard aytishadi odamlar. Men uni dardini eshitib o'tiradigan odamman. Shuning uchun o'sha odamga uni yukini olib ozgina orom bera olayman. Chunki dardini to'kdi. Menga ishonib to'kdi. U aytgan dardi birovga ketmaydi. Ichimda qoladi, nima bo'ladi? Men faqat unga dardkash bo'la olayman. Bundan tashqari Alisher Navoiyni Sabai sayyor asaridagi Dilorom va Bahrom tarixidagi orasidagi ishqiy muhabbat voqeasidagi Dilorom ismi odamlar juda o'qimishli odam bo'lganlar, shuning uchun menga Dilorom deb qo'yganlar. Singlim Malika ismiga monand. U Malika. U haligi
o'sha malikaga xos bo'lgan xislati, xarakteri shunaqa. Men o'zimni ismimga mos. Endi o'zimga fikrlashadigan fikrim, istaklarim, dunyoqarashlarim bir xil bo'lgan odamlar bilan suhbatlashganda nihoyatda orom topaman. Masalan, sanoqli dugonalarim bo'lgan teatrdagi Rima Ahmedova aktrisa, ana shular bilan suhbatlashganimda fikrlarimiz bir-birini to'ldirib ketaverardi. Bir-birini biron marta birovni g'iybat qilish, birov haqida gapirish, qayerdadir kim nima bo'pti, kim kimga uylanibdi, kim kimdan ajrashibdi, ana unaqa debdi, bu bunaqa. Yo'q. Ko'rgan filmlarimiz, aktyorlar, o'qigan kitoblarimiz shu haqida bo'lardi-da, dunyoqarashlarimiz shu qadar bir-birini to'ldirib ketaverardiki, mazza qilardim. Hozirgi judayam fikrlashadigan, mazza qilib gaplashadigan Iqbol Qo'shayeva degan jurnalist qiz. Fikrlar haligi bir-birinikiga nima qiladi-da, qarshilik yo'q. To'ldiradi, qaytaga boyitadi seni. Fikrlaring boyitadi. Mana shundan orom olaman. Bunaqa odamlar kam, lekin shunday insonlarim bor, bu juda yaxshi. Ozor topaman, menga yoqmaydi. Masalan, mani fikrimga butunlay qarama-qarshi bo'lgan, qaysi ma'noda dunyoqarashimga qarshi bo'lgan. Masalan, hozir mani dunyoqarashimda nima bor? Hatto eng yaqin odamlarimdan ham shu narsani eshitdim, do'stlarimdan eshitdim. Masalan, hozir dunyoda bo'layotgan voqealar, zulm bilan urushdan jabr ko'rayotgan odamlar orasidagi munosabat, shunga qaysi tomonga munosabat bildirsa, masalan, men jabr ko'ruvchilar tomonidaman. Mani munosabatim, o'shalarga rahm qilaman, o'shalarning yonini olaman. Zulm qiluvchi, bosqinchini oqlayotgan odamni eng yaqin do'stim bo'lsa ham, qarindoshim bo'lsa ham, jigarim bo'lsa ham, shuni eshitsam, ichim vayron bo'ladi. Eng ulug' fazilat sabr deyiladi. Ushbu so'z sizning hayotingizda nechog'lik ahamiyatli? Sabr bu sani shu hayotda boriga ham, yo'qqa ham, yaxshiga ham, yomonga ham, bu sabrsizlik ma'naviyatsizlikning natijasi. Ma'naviyatda pastligidan kelib chiqyapti. Tarbiyani pastligidan kelib chiqyapti. Bo'lmagan narsalarga mani uni olib ber, mani chet elga olib chiq, mani undoq qil, menga mana bu tilla olib ber degan narsa o'zidan o'zi kelmaydi, qizim. O'zidan o'zi bu narsa o'zidan o'zi yo'q bo'ladi bu gaplar. Sabr tushunchasi bu juda katta tushuncha. Bu o'sha hayotingda sani qismatingga bitilgan har bitta narsaga sabr bilan chidash va kutish, yaxshilik nimani umid bilan kutish. Mana bu yengil-yelpilik ular. Bu bema'nilik bu. Hammasi tarbiyani zaminida bu narsalar. O'shalar bilsinki, tarbiyasi past, tarbiyasizlar. Tarbiyasiz bo'lgancha sabrsiz. Kino san'ati, umuman teatr san'atida faoliyat yuritib kelayotgan yosh avloddan rozimisiz? Ijodidan, faoliyatidan qoniqasizmi? Eng qizig'i, bizani yoshligimizda o'sha katta yoshdagi aktyorlar, biz endi teatrga borganimizda unda o'sha zo'r aktrisa, aktyorlar bizdan norozi bo'lishgan. Bizdan kamchilik qidirishgan. Bizga shunday nima qilib zimdan qarashgan. Shu orqali bizani tarbiyalashgan. Bizga mas'uliyat bo'lgan. Shuning uchun hali yo'ldan gaplashib keldimi siz bilan? Hozirgi yoshlarga meni hech qanaqa e'tirozim yo'q. Hech qanaqa. Faqatgina e'tiroz o'sha san'atga bo'lgan munosabat masalasida. Bizada ustozlar shunday o'rgatgan, sen san'atga xizmat qil, san'atni sev. San'at senga xizmat qilib, seni sevmasin degan. Sen san'at orqali o'zingni ko'rsatib, shundan foydalanmagan. Sen san'at uchun xizmat qilib, san'at uchun fido qilgan o'zingni degan. Mana shu narsa tomondan kamchiliklar bor. Mana shu tomonda ularning orasida ajoyib aktyor, aktrisalar bor. Shu ma'noda o'zini hayotini chinakamiga san'atga baxshida qilayotgan. Lekin san'atdan foydalanib, odamlarga ko'z-ko'z bo'lib, odamlarning e'tiboriga tushishga harakat qilayotganlar ham bor.
Bu endi o'sha meni davrimdagi qariya katta yoshdagi aktyorlarni bizaga bo'lgan haligi nimasi munosabati bilan hozir ham man o'sha munosabatni manga chunki bu saboq bo'lgan. Shuning uchun man bu munosabatni berishda ancha o'ylab munosabat bildiraman. Chunki bu yerda davr bor. Bu yerda yoshlik degan nima bor. Bu keyin mani yoshimga borganda ular o'zidan keyingi kelayotgan yoshlarga shunaqa qilib saboq berib turishadi. Bugungi yoshlar yaxshi emas-de, biza boshqacha bo'lganmiz deb qolishadi. Hayot shunaqa davom etaveradi. Dilorom opa, shu Ilhaq filmidan keyin tomoshabinlarni sizga fikri, munosabati o'zgardimi? Bu ham aktyori baxti, bilasizmi? Yuzlab rollar o'ynashadi aktyorlar, juda ko'p rol o'ynashadi. Man unday qaraganda juda kam rol o'ynaganman. Lekin baxtim bu ham o'sha nima deymani sabrimga Alloh bergan mukofoti bo'lsa kerak. O'ynagan o'sha rollarimga hammasiga haligi mukofotini olganman. Parvona masalan. Yoshligimda Surmaxon, Yurak sirlari, keyin Parvona, keyin Quyosh botmaydigan yurtda. Shu ona obrazi. Mani o'zi u filmni qilganimni ko'plar bilmaydi, onani o'ynaganimni bilishadi. U opa-singillar va oxirgi nimam mana bu Ilhaq. Nima desam ekan, bu chinakamiga odamlarning e'tibori, o'sha tomoshabinlarning hurmati, muhabbatini shu rollarimda his qilaman. Man shuning uchun man shu o'zimni tomoshabinlarimdan juda minnatdorman, chunki aktyor uchun bu e'tibor, bu baxtda, bu juda katta baxt. Bu haligi o'zingni o'tgan umringdan bekorga yashamanman, bekorga shu sohani tanlamanman degan boshqa hamma armonlarni yuvib ketadi. Bo'lmasam ayniqsa aktyorlarning yuragida juda armonlari ko'p bo'ladi. Aktyorlarning o'ynalmagan rollari qolib ketadi. Butun rosa ko'p rol o'ynagan aktyordan ham siz suhbat qiling, "Man shu rolni menga berishmaganda, man shu rolni o'ynolmadim" degan armon turadi. Shuning uchun mani yuragimdagi o'sha armonlarni mana bu o'sha sanab o'tgan kam bo'lsa ham shu rollarim odamlarni qalbida qolgan. Ona bekorga vatan bilan qiyoslanmaydi. Ona vatan, chunki ona ayniqsa o'g'il dunyoga kelganda mana tarixdan ko'ramiz, avlodlarimizdan ko'ramiz, boshidan o'g'il shu vatanning himoyachisi sifatida keladi. Oilani himoyachisi. O'g'li bor oilada haligi butun atrofidagi dushmanlar, qo'ni-qo'shnilarmi, boshqalardan himoyachi u erkak. Ona o'g'li bor onasi haligi o'zidan orqasida tog'ni his qilib turadi, bilasizmi? Hozir shu tuyg'u yo'qda. Kamaygan, bor, kamaygan. Hozirgi onalar o'g'illarini o'sha maqomda tarbiyalamayapti. O'g'illarni erkak qilib tarbiyalayapti. O'sha mas'uliyatni sezish, o'sha tog'i, haligi xavfni sezish, oila oldida, vatan oldida mana shu narsalarchi ancha pasaygan. Erkaklik, Ha, erkaklik, mard mard, bo'lishi, qo'riqchi. San shu vatanni qo'riqchisisan. San Xudo ko'rsatmasin bir narsa bo'lsa, nima deydi? Shuni oldiga ko'kragini o'sha o'qqa qalqoq chiquvchi yigitsan. Mana bu filmda mana shunday yigitlar, men shu filmni o'ynaganimda o'sha 5 ta o'g'limni onasi sifatida o'zidan o'zi his qilganman. O'zi menda o'g'illar yo'q. 3 ta qizingiz bor. 3 ta qiz. O'g'illarim bo'lganda albatta uchuvchi yoki harbiy qilishni juda orzu qilganman. Zulfiya aya 5 ta bolani o'zi katta qiladi. Mehnatda o'sadi, dehqonchilik qilib, shu oilani nima qilib, o'zi uylanib, bola chaqa orttirib, vatani boshiga mana bunaqa ish tushganda o'zligi urushga ketadi. Hatto bitta o'g'li yarador bo'lib kelib, yana qaytadan urushga o'zi ketadi. Bu haligi tarbiyadan yaraladigan narsada. Hayot qanchalik yengil bo'lsa, hozir onalar paypaslab o'g'lini institutga kiritib qo'yadi, pul beradi yoniga, o'qitadi, o'zi uylantirib qo'yadi, yosh qilib, bola chaqasini o'zi boqadi. Erkak qanaqa qilib erkak bo'la hozir shakllanyapti?
Xudo ko'rsatmasin bir narsa bo'lsa shu erga man shu vatanimni, onamni, oilamni qo'riqlashim kerak deb o'z xohishi bilan miltiq olarmikin qo'liga? Mana shaxsan mana hozir ona sifatida nima tashvishlantiradi? Suhbatimiz so'ngida san'at ahliga va mana shu san'at sohasiga endi kirib kelayotgan ijodkorlarga tilaklaringiz, tavsiyalaringiz bo'lsa, marhamat. Ustozlarimizdan shu o'gitlarni eshitib, shuni qulog'imiz orqali ongimizga, ongimiz orqali qalbimizga singdirib, shu kunlarga yetishdik. Ozmi, ko'pmi shunday suhbatlarda o'tiribmiz, ozmi, ko'pmi odamlarni e'tiboriga tushyapmiz. Bu o'sha gap, ustozlarimdan eshitgan gap. Sen san'atga kiryapsanmi? Sen shu san'atga xizmat qilaman. Uni sevib kir. Unga xizmat qilish uchun kir. San'at orqali, o'ynayotgan rollaring orqali odamlarni qalbiga sof, buyuk, kuchli tuyg'ularni baxt qilish mehnating bilan, azoblaring bilan o'zing emas. Shu san'at orqali bir e'tiborga ega bo'lish uchun, hurmatga ega bo'lish uchun, mansablar, unvonlar, pullar, boylikka e'tibor qilish uchun emas. Buni oxiri voy. Chunki bu hayot isbotlab bergan. Mana shunday o'git berardim. Shoshmasdan o'sha san'atni cho'qqilarga mehnat bilan xizmat qilib chiqishsa, albatta cho'qqiga yetishadi. Rahmat. Samimiy suhbat uchun tashakkur sizga. Ajoyib fikrlar, tavsiyalar bo'ldi. O'ylaymanki, bugungi mazmunli suhbatimizdan so'ng tomoshabinlar ham o'zlariga bir kerakli xulosalarni chiqarib olishsa ajab emas. Katta rahmat. Xush kelibsiz yana bir bor. Rahmat.